Kanalimiz a'zolari va bizni kuzatib turgan obunachilarimiz va yana bir stol stullarimizni 22 talik stol stullarimizni bambuk modeldagisini Buxoroning Arx qalasini orqasiga qo'ydik. Mana ishlarimiz. Qo'ldan kelgancha o'ta chiroyli qilib, xudo xolasa, uylariga mos tushganmi, yo'qmi bittadan aytib ketasizlar va bizni qayda kuzatib turgan bo'lsalaring aytib o'tinglar. Qo'ldan kelgancha like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa chiroyli video bo'lgan va ayamasdan bittadan like bosib qo'yasizlar. Bizni shu mehnatimizni qo'llab-quvvatlab va shunaqa stol olmoqchi bo'lganlarga yetib boradi, ham ustani o'zidan boradi. Biz o'zimiz usta, o'zimiz seximiz bor, ishlab chiqaramiz. Xo'p, obzorimizni boshlaymiz emasam. Stullarga keladigan bo'lsak, har doimgidek stullarimiz yong'oqdan, bambuk modellarimiz. Bularimizga 2 donasiga qo'l qo'ydik. Qo'lsiz variantda holatda edi. Bu shampan svetga qora patina ishlatib, chiroyli qilib, kombinatsiya qilib tayyorlab berdik. Arqalarimiz koreyskiy villurdan, sidinasi turetishki materialdan arqalarini bunday pardali qilib, chiroyli qilib tayyorlab berdik. Xo'p, stullarimiz nimalarni aytdik? Va bir xilgi stullarimiz bor, xuddi shunaqa, lekin qoshi shundan mana bunaqa joylariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Bunimizni mana kichkina detallariga ham buni ancha mehnat ketgan. Shuning uchun bunimizni narxlari jicha qimmatroq chiqadi. Arzonroq variantlari ham bor. Bemalol Telegramdan yozsalaring, Telegram, WhatsAppdan rasmdan tashlab beramiz. Bu arzonroq chiqadi bunimiz. Qo'lli varianti bo'ladigan bo'lsa, ikkala qo'lliga oz-moz pul qo'shiladi, lekin qo'lsiz bo'lsa arzonroq chiqadi. Buni ham aytib qo'yish kerak. Stolimiz 560 sm ga 125 sm bo'ldi. Ikkita yangi akvarium bo'ldi va stolimiz qirg'oqlari ponni aylanasiga simala gullar bilan qora patino sepib, buni ham kombinatsiya qilib, buni mana qora patinosi bilan buni qora patinosini bir xil qilib ishlab berganmiz. Stolimiz qirg'oqlari ponni aylanasiga shu zina bo'lib chiqdi. Yangi stoldan noshkalarimiz 3 ta noshka, simali noshkalar bilan qo'yib, chiroyli qilib berdik buni. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasida. Xo'p, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo tekin. Xuddi shu ishlarimizga kim qaytadan murojaat qiladigan bo'lsa, chiroyli qilib tayyorlab, zakaz bersa, tayyorlab olib borib, dastavkasini o'rnatib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Murojaat uchun 94lik 392 1155. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qo'rasizlar. Xudo xolsa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib o'zingiz uyingizga, didingizga moslab tayyorlab beramiz. Va obuna bo'lishni unutmang. Stol olmoqchi bo'lgan qarindoshingiz yoki tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyada olg'a deb yozib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.